Assalamu alaikum aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. O'tganki videomizda Xitoyning Yevro Osiyo strategiyasining birinchi qismini anlatgan. Bugun yana shuni davomlashtiramiz. İnşallah ko'ngillarga yiqib qilishini umid qilaman. Va biz shunda davom qilmasak, siyosiy savodimiz bo'lmasa, bizni kichik bolani qo'ldolatgandek qo'ldolatadi dushmanlarimiz. Onun uchun qarindoshlar her zaman siyosiy savodimizni chiqarishga o'zligimizdan ugunib, o'z o'zimizni yetildirishga tirishaylik. Mening urinishlarim faqat bir vosita. Agar har kim o'zi tirishmasa, buni kallasiga qo'yib qo'yolmayman. Boshqa chora yo'q. Shanxay hamkorlik tashkiloti haqida anlatyotdik. Chunki Xitoylarning Yevro Osiyo strategiyasini elib berishda Shanxay hamkorlik tashkiloti Xitoyning eng kuchli quroli, eng birinchi vositasi. Yevro Osiyo strategiyasini tushunish uchun Shanxay hamkorlik tashkilotining qurilmasi, ichidagi munosabatlar, uning funksiyalik rollarini tushunishimizga to'g'ri keladi. Onun uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti haqida anlatyotdim. Yana shuni davom qilamiz. Shanxay hamkorlik tashkilotining kun tartibidagi eng muhim moddalardan biri Amerikaning O'rta Osiyodagi mavjudiyati. Nima uchun O'rta Osiyodagi mavjudiyati? Amerikaning O'rta Osiyodagi mavjudiyati nimaga putlashyapti? Birinchidan, Shanxay hamkorlik tashkilotining qurg'uchi a'zosi bo'lgan Rossiyaning an'anaviy nupuz rayoni O'rta Osiyo. Bu tashkilotni qurishni tashabbus qilgan tashabbuskor qurg'uchi Xitoyning kelgusidagi nishoni O'rta Osiyo. Buning uchun bu yerda Amerika kuchlarining bo'lishi bularning har ikkisiga yoqmaydi. Aslida bu O'rta Osiyo davlatlarining, ya'ni yangidan mustaqil bo'lgan O'rta Osiyo davlatlarining foydasiga bo'ladi bu Amerikaning mavjudiyati. Chunki Amerika u yerda bo'lganda Xitoy tahdidimi, Rossiyaning takror ishg'oliyatimi mumkin bo'lmaydi. Lekin ko'zning kichikligidan, yiroqni ko'rolmaslikdan yoki shaxsiy saltanat xirsi tufaylidan bu davlatlar Amerikani u yerda xohlamadi va bu Amerika, bu Xitoy va Rossiyaning chirig'iga may qo'ygandek bir ish bo'ldi. Tashkilot oldi bilan a'zo davlatning tuproqlaridan Amerikaning chekinib chiqib ketishi vaqt chekini belgiladi. Bu chaqda O'zbekiston Xonobodda 900, Qirg'iziston Manasda 950, Tojikistonda 14 Amerika askari bor edi. Oldi bilan Xitoy, andın O'zbekiston Amerikaning O'rta Osiyoning ichki ishlaridan qo'lini tortishini qattiq talaffuz bilan talab qildi. Nima uchun? Nima uchun O'zbekiston? 2005 yılı Qirg'iziston va O'zbekistonda ro'y bergan voqealar bu davlatdagi Amerika mavjudiyatiga bog'lab tushunildi. Agar Amerika shu yerda bo'lmagan bo'lsa,
Amerika'nın qutratqılığı bo'lmagan bo'lsa, bu voqealar bo'lmaydi deb tushunildi. Enjon voqeasini Amerika'nın qattiq ayblashi O'zbekiston hukumatiga, amaliyotda diktator Kirimovga yoqmadi. Aqidilla O'zbekiston Amerika uçaklarının davriy uchishlariga cheklama qo'yish bilan bir vaqtda shu yil martda Xitoy bilan strategik ittifoqdoshlik kelishimi imzoladi. Bu chivinning chivindarisiga o'zi kelib tushganiga o'xshash bir ish. Amerika'nın O'rta Osiyodagi ittifoqdoshi bo'lgan O'zbekistonning bu jiddiy burilishi Amerika'nın O'rta Osiyoda ishini ta'sirlashtirib qo'ydi. Bundan keyin bu rayonga qo'l tiqishi oson bo'lmaydiganligidan bishorat berdi. Aslida Kerimov shaxsiy saltanati uchun o'ziga o'xshash mustabid Xitoylarning peshiga silishini tanlash bilan davlat va millatning kelajagini qorong'ulikqa boshlab qo'yganligining farqida emasdi yoki uning uchun bu tarafi qat'iy nazar edi. U o'zining hayotligida saltanat ustida turishni, saltanat ustida o'lishni tanladi. Hayat turib uningdan ayrilib qolishni xohlamadi. Davlat nim bo'lsa bo'lsin, men taxtda qolay. Endi O'zbekiston bu bo'yinturuqlardan qanday qutuladi? Kelgusida uni ko'ramiz. Shanxay hamkorlik tashkilotining Amerika mavjudligiga buncha keskin tutum ifodalashining asli sababini Amerikaning Buyuk O'rta Sharq qurilishi yoki Buyuk O'rta Sharq projektiga bog'lab tushundirdiganlarmi bor. Muloyizchilarning ichida. Amerika bu plan demokratiyalashtirish nomi bilan Buyuk O'rta Sharq qurilish planini Amerika demokratiyalashtirish nomi bilan O'rta Sharqda xalq harakatlariga destek berayotganligi. Ya'ni demokratiyalashtiramiz degan qalpoq ostida xalq harakatlarini g'idiqlab va uningga destek berayotganligi O'rta Osiyodagi yangi mustabidlarni ensirtib qo'ygan edi. Ya'ni bu inekning beshiga kelgan kun mo'zayning beshig'imi kelib qoladi degan endisha. Shundan sal avval Xitoylarning tirishchanligi bilan Shanxay ruhi nomida davlatlarning barobarligi, igilik huquqi va ichki ishlarga aralashmaslik prinsipini asos qilgan o'zining dunyo tartibini sungan edi Xitoylar. Ya'ni Amerikaning o'rnida men bo'lsam deydi Xitoy. Agar men dunyoning xo'jayini men bo'lgan bo'lsam yoki dunyoning qozisi men bo'lgan bo'lsam, bu Amerika qilgandek hamma ishga aralasha olmaydim. Davlatlarning barobarligiga hurmat qildim, igilik huquqiga hurmat qildim, ichki ishlarga aralashmaydim. Bu mening prinsipim deganni Shanxay ruhi, ya'ni Shanxay hamkorlik tashkilotidan taralgan ruh sifatida dunyo afkoriga sungan. 2005dagi yig'inda, ya'ni Astana yig'inida ilingan qarorlar shuning signalini berdiki, endi Shanxay hamkorlik tashkiloti Buyuk O'rta Sharq qurilishi planiga qarshi talaffuz qo'llanadi. O'rta Osiyo va Kaspiy dengizi rayonining boy energiya zapisi ve bu baylıklarının dünyaya tarqalish yo'llari mana shu qitimliq taraqqiyot bilan Shanxay hamkorlik tashkilotining qo'liga tushgan bo'ldi. Bu emas, Amerikaning O'rta Osiyo energiya manbalariga oid siyosati xatarga duch kelgan bo'ldi. Shanxay hamkorlik tashkiloti Iran orqali hatto Fors qo'ltig'iga qadar ta'sirini kengaytgan bo'ldi. Endi raqamlarga ko'z tashlab boqaylik. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar ichida 4
yadro kuchga ega davlat bor. Ya'ni atom bombasiga ega 4 davlat bor. Xitoy, Rossiya, Pokiston va Hindiston. Shanxay hamkorlik tashkilotining umumiy yer ko'lami 37 million 306 ming chas kilometr. Buni ko'rib turibsizlar. O'tganda ko'rgan tonlar mana bu 37 milyon 306 ming chas kilometr zamin. Shanxay hamkorlik tashkilotiga ait. Hozir buningdagi yeşil noktalar Tashqi Mongoliya, Pokiston, İran qatorliq yeşil noktalar ko'kirib bo'ldi. Resmiy a'zolar bo'ldi. Qarindoshlar. Seriq tug'an nokta Turkiya ichkirlab kirgan bir och yeşil nokta Turkmeniston. Turkmenistonning a'zo bo'lmasligi bu yeşilning arasida qilib, ko'kning arasida qilibmi a'zo bo'lmayotganligi. Bilasizlar, Turkmeniston xuddi Shveysariyaga o'xshash, Shveysariya va Avstriyaga o'xshash ittifoq tuzmaslik siyosati qo'llanadigan betaraf davlat. Shunga u hech qanday bir ittifoqqa qatnashmaydi. Ve o sebepten her qanday bir dünya urushidimi betaraf davlatlarning ziminiga tajovuz qilinmaydi. Ikkinchi dunyo urushida natsistlar Yevropani butkul ishg'ol qilgan bo'lsa-mu, Shveysariya orolga o'xshash qolgan. Bilasizlar, nurg'un kinolarda natsistlardan qochganlar Shveysariyaga qochadi. Betaraf davlat bo'lganligi uchun. Bu Türkmenistan'ın tutqay yolu şu. Endi kelgüsüde bu seriq nokta bo'lgan Türkiye resmi a'zo bo'lamdi. Yana bir shimoldagi Yevropa tarafdagi bir yeşil nokta Belarusya. Belarusya mı arzuda kuzatuvchi a'zo. Xo'sh. Endi bularning nupusi Shanxay hamkorlik tashkilotining nupusi. 2,5 milliarddan ortiq. Dunyo nupusining 3dan 1ini tashkil qilmoqda. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning umumiy askar soni 6 milliondan ortiq. Tashkilotning 2 a'zosi Rossiya va Xitoy Birleşken Milletler Teşkilatı'nın daimi a'zosi. Rad qilish huquqiga ega. Bu ma'lumotlar qarag'animizda Shanxay hamkorlik tashkilotining ishongisiz darajada voz kechtirguchi kuchga, ya'ni chaqchaq qilmay shu turay, degizib yetadigan kuchga ega bo'lganligini ko'rsatmoqda. Hatto shuni diqqatdan saqit qilmaslik kerakki, so'g'oq munosabatlar urushi davridimi Amerikaning qarshisida bunda kuchli bir raqib bo'lib boqmagan edi. Yani G'arb bloki NATO ittifoqida Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti topida Sharq bloki Varshava shartnomasi davlatlari topida bo'lgan ikki blokdi. Bu yerda deyilyotidiki, bugungi G'arb blokining qarshisidagi bu yeni Sharq bloki, ya'ni Shanxay hamkorlik tashkiloti so'g'oq munosabatlar urushi davridagi Varshava shartnomasi davlatlariga a'zo davlatlar blokidanmi kuchliroq bir raqib bo'lib o'tirg'i chiqdi demoqchi. Ya'ni shunimi degichilar bor. Amerikaning Buyuk O'rta Sharq qurilish plani Shanxay hamkorlik tashkilotini chetga qayirib qo'yib, Yevro Osiyo tavasida amalga oshirg'ili bo'lmaydigan yerga keldi.
Yani dünyanın işleriga hükmetmekçi olsanız, Şanghay Hamkorlik Tashkilotining nima deydiganligini o'ylashmay, uni chetda qoldirib, bu hukmni chiqarolmaysiz degan. Endi Şanghay Hamkorlik Tashkiloti ichidagi tangponglik masalalari, manfaat birliklari va manfaat to'qinishlari, shundaqla ichki tafsilotlar haqida muhim deb qaralgan nuqtalar ustida bir oz to'xtalamiz. Birinchisi, Xitoy Rus harbiy manevri. Bu esingizda bo'lsa kerak. Astana yig'ini echilgan yildagi manevr. Bu manevr qisqacha izohlashga to'g'ri kelsa, Amerikaga tog'oq chiqarish yoki maydon o'qish ma'nosiga ega. Yana shu 2005-yili 18-avgustdan 25-avgustgacha Xitoy va Rus tuproqlarida elib berilgan bu manevr tinchlik vazifasi 2005 deb ataldi. Kommunistlarning chiroyli gaplarni suiiste'mol qilish odatiga ko'ra, bu ishtimi yana bir qatim tinchlik shuari suiiste'mol qilindi. Aslida Ruslar Sharq Turkiston tuproqlarida qilishni taklif qilgan bo'lsa-mu, Ruslar bu manevrni Sharq Turkiston tuproqlarida qilayli deb taklif bergan. Xitoylarning jini chiqayil deb qoldi bu gapni. Buningga qat'iy qo'sholmadi. Xitoylar Tayvanga qo'rqoq silish, Tayvanning ko'zini qo'rqitish uchun Tayvan bilan yuzlashib turadigan Zhejiang o'lkasining qirg'oqlarida elib berishni taklif berdi. Buningga Ruslar qarshi chiqdi. Ruslar Xitoylarning shirning beshini ko'rsatib, bo'rini qo'rqitmoqchi bo'layotganligini fahmlab qoldi. Natijada sening emas, mening emas deganga kelib, Shandong yarim orolida qaror qilishdi. Manevrga 10 ming kishilik bir qo'shin qatnashdi. Ustun harbiy texnika ishlatilgan bu manevr 3 bosqichli elib berildi. Birinchi bosqichi Rus tuproqlarida, qolgan 2 bosqichi Xitoyda. Senariya 3-chi bir davlatda yuz bergan etnik surkilish va terror hujumlariga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bergan huquqqa binoan Rus va Xitoy qismlari bu davlatdagi surkilishga mudohil bo'lgan shaklda bo'lib, Shandong yarim oroli bu 3-chi davlat sifatida tasavvur qilindi. Bu manevr dahil 2005-yil yuz bergan nurg'un diplomatik berish kelishlarmi Amerikaning Yevrosiyoda ishining tutganligini jakolashga o'xshab ketadi. Gruziya, Ukraina va Qirg'izistonda maydonga kelgan ranglik inqiloblar O'zbekistondami tutashqil tasqagan. Bu hal Rossiyani yetarlik darajada sarosimaga tushirgan edi. Bu halni Xitoylarning tarixiy bo'yicha tunji qatim territoriyasi sirtida mudofaa chemberiga hosil qilish planlari uchun o'nkelmoqda edi. Xitoylar eng kuchaydi deyilgan Qin sulolasi, ya'ni Qin Shi Huangning davrida. Yana bir gullangan davri Sui sulolasi davridimi? O'ylashga jur'at qilolmagan, tasavvuridan halqagan bir yaxshi ish shu anda bo'lmoqda Xitoy uchun. Bu Şanghay Hamkorlik Tashkiloti sayesinde. Yani bu sayede Xitoylar butkul 5000 yillik deyilgan atalmış 5000 yillik tarihi boyunca tunji qatim chegarasi sirtida bir mudofaa chemberiga hosil qilmoqda. Rus-Amerika munosabatlaridagi dushmanlik Xitoylarning Şanghay Hamkorlik Tashkiloti vositasi bilan dunyo sahnasidagi cho'ng o'yinchilardan bo'lib qolish uchun qimmatli fursatlarni sundi. Ruslarning an'anaviy ta'sir doirasi ichidagi davlatlarda maydonga kelgan ranglik inqiloblarning Ruslar nuqtasidan qanday ko'rilganligi haqida g'arblik kuzatuvchilarning qarashlarimizga uyg'un keladi. Ya'ni Ruslarning
Xitaylar bilan elib borgan harbiy manevri dal ranglik inqiloblar tufaylidan yomonlashgan Amerika-Rus munosabatlariga bir inkosdir. Bu manevr atrofdagi davlat va rayonlarni vasvasaga soldi. Manevrning bo'ladiganligi haqidagi uchurlarning oshkorlanishi bilanla Yaponiya, Janubiy Koreya, Amerika va Tayvan buningga qattiq inkoslarni bildirdi. Komünist Xitaylar yoki kommunistlardan udum algan Ruslar yana suiiste'mol terminlarni qo'llanib, manevrning hech qanday uchinchi bir davlatni nishonga olmaydiganligi, tinchlik uchun ekanligi, bu aniqliklarga qaramay, yana buni tahdid deb qarag'uvchilarning aslida o'zining chatiqi bor ekanligi haqida izohotlarni berishdi. Ruslar yana Amerikaning NATO davlatlari bilan Hindiston bilan elib borgan manevrlarni misol qilib, Amerika qaysi bo'ladi-yu, nimishqa Rossiya bilan Xitoy qaysi bo'lmaydi ekan degandek taaddilarni qilishdi yanmadi. Endi Rus va Xitoy hamkorligiga biroz nazar solaylik. Harbiy manevr Rus va Xitoy orasida birga elib borgan harbiy manevr Shanxay hamkorlik tashkilotining sirtida elib berildi. Ya'ni tashkilotning nomi bilan elib berilmadi. Aslida har fursatda har ish Yevrosiyo rayonining bexatarligiga munosabatlik, hamkorlikka munosabatlik har ish Shanxay hamkorlik tashkiloti qalpoqi ostida ko'rsatilmoqda edi. Nima uchun bu manevrning Shanxay hamkorlik tashkiloti sirtida elib berilganligi kishini o'ylantirdi. Tinch okeanning g'arbiy qirg'og'ida elib berilgan bu manevr Tinch okean rayonida manfaatlari bo'lgan Amerikaga Ostona yig'inidan keyin ikkinchi qitimliq tag'aq chiqarish hisoblanadi. Garchi bu bo'lib o'tganlardan keyin 5 burchaklik bino Xitoyning harbiy hozirliklarining kengayishi, qurollanish saviyasi harbiy tahdid holiga keldi degandek mazmunlarda ifodalarda bo'lingan, dokladlar sunilgan bo'lishiga qaramay, Amerika ko'rinarlik biror tadbir olmay ko'zini paqirtib qarab turmoqda edi. Amerikaning bu tutumi haqiqatan hayron qolarlik edi. Amerikaning qarashicha bu manevr faqat bir tinchlik o'yinidan iborat edi. Faqat kuzatuvchi sifatida taklif qilinmaganligiga norozilik bildirib qo'yish bilan cheklandi. Qiyos qilish mumkinki, Amerika o'z kuchiga ziyoda tamanno qilish xatosi yetkazdi. Bu nuqtada Tinch okean flotining qo'mondoni admiral Geri Royatning puchilinishlarini tinchaydigan odam chiqmadi. Faqat admiral Geri Xitoylarning nayt yoshirin va nayt tiz ham keng ko'lamda qurollanayotganligini, hech qanday tahdid bo'lmagan ahvolda bu shaklda qurollanishning nima uchunligini so'raydi va Xitoylarning cho'qim bir maxfiy g'arzi borligini o'tirib qo'ydi. Yuqoriqilardan Amerika Xitoy orasida bir surkilishning yo'qligi xulosasini chiqarg'ili bo'lmaydi. Amerika Iroq va Afg'oniston mavzularida bir xalta ko'chib kirib qoldi. Xalqaro terrorizm qarshi turish shiori ostida harakatlarda ko'zlagan muvaffaqiyatlarga erisholmadi. Dunyo jamoat fikr nuqtasidan kreditini tushirib oldi. Bu holda Amerika yana bir dushman izlashga, yana bir tahdid manbasi oqtirishga majbur bo'ldi. Biz burun muddat o'tgan tuqqu davlatlar dushmanga ehtiyojli bo'ladi. Dushman bo'lmaydi bu davlat uchun. Shuning uchun Amerika yana bir dushman izlashga, yana bir tahdid manbasi oqtirishga majbur bo'ladi. Bu yana dushman kim bo'lishi mumkin? Amerikaning kuchi, ishtahosiga uyg'un tushadigan yana dushman Xitoydan boshqa kim bo'lishi mumkin? Amerika buning uchun Xitoylarning diplomatiya jihatda qozongan muvaffaqiyatlarini yemirib tashlash kerak. Xitoylar Amerika kredit kaybetgan, ya'ni kreditini tushirib olgan bu muddat ichida bir tinchlikchi,
bir kişilik hukuk hürmet kıygıcı, başkalarının içki işçiğe arlaşmagıcı süptide obrazını yaxşılap aldı. Dünya epkarı aldı da. Onun için aldı bilen Amerika Xitayning bu diplomatiyada kazangan bu utuqlarını yani yemirip taşlışı bu güzelleştirip tiklavagan obrazını xunuklaştırıyor kerak. Bununla mecbur. Çünkü Xitaylar kurulgan günüdün bu yan tashqi siyosatda boshqalarning ichki ishlariga aralashmaslik, zimin butunligiga hurmat qilish degan diplomatiya nayringa bazoq selib kelayotgachqa, nurg'un davlatlar uni hech qanday bir qo'shnisini yoki hech qanday boshqa kichik ojiz davlatni bo'zaq qilmagan, tahdid etmagan, tinchlik suyar obrazi tiklab oldi. Nurg'un davlatlar shunday taniydi Xitoyni. Xitoylarning qo'shnisi bo'lgan Tibetlarni, Sharq Turkistonni besavaganlik kechmishini unutdi yoki Xitoylarning tumanliq tashviqotlari xosiyatida bu ishlar g'uvolishib, Xitoylarning obraziga nuqsa yetkazadigan omil bo'lishdan qoldi. Va buningga bizning atalmış da'vochilarimizmi biz kishilik huquq ve demokratiya talep qilamiz. Xitoydan ayrilishni hech qachon o'ylab boqmadik deyish orqali dunyo afkoriga shuni uqtidiki, bu Xitoyning zimini. Andaqkan bu ningga dunyo aralasholmaydi. Xitoyning o'zining siyosiy formulasi bo'yicha dunyo buningga aralasholmaydi. Bu ichki ishiga aralashib aylanib qoladi. Biz Xitoydan ayrilmaydigini aytdik, avtonomiya talab qildik degan vaqtida bu zimin Xitoyning zimini bo'lgan bo'ladi va Xitoy bu yerda nima ish qilsa ichki ish bo'ladi. Uningga yo'l ochib berdik. Xitoylarning tashviqotiga moslashib, uni rostga chiqarib berdik ba'zi da'vochilar. Endi Amerikaga foydali ikki kart bor. Biri salohiyati noaniq turayotgan Tayvan. Yana biri Sharq Turkiston va Tibet. Agar Amerika Xitoyning bu mustamlikadagi jinoyatlarini dunyo jamoatchiligiga yangidan sunib, Xitoylarning og'zida da'vatqandek tinchlikparvar emas, balki bir qora niyat kelishganligini isbotlab bera olsa, dünya cemaatçiligi içinde tiklengen Xitoyning tinchlikchilik chunpardisi yirtib tashlansa, ondan Amerikaning nufuzi qaytadan emlanishi mumkin. Xitoylar Davlat mudofaa universitetining professori Chu Chingho iqtisod vaqti bilan qilgan bir suhbatida Xitoy xalqining yaqin zamonda yuz beradigan Tayvan urushiga iddia tayyorligida bo'lishini, bu halda Xitoyning deniz bo'yi shaharlarining yer bilan yakson bo'lganligini ogohlantirgan. Buning bilan qolmay Amerika xalqini ogohlantirib, Amerikaning g'arbiy qirg'oqlaridagi shaharlarning Xitoy boshqariladigan bombalar tarafidan vayron qilinganligini aytgan. Xitoyning muhim generallaridan bo'lgan bu professorning bundoq bir suhbat bayon qilishi chaqchaq emas edi. Shunga bu hol Xitoy tashqi ishlarini qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Bir skandal. Tashqi ishlar ministrligi darhol bir bayonot e'lon qilib, generalning aytganlari Xitoyga vakillik qilolmaydiganligi, o'zining shaxsiy qarshi ekanligini ifoda qilishga majbur bo'ldi. Yana bir tarafdan Rossiya Xitoylarni hech qachon to'liq xotirjam qilmaydi. Ruslarning NATO bilan muzokaralarining bo'lishi, tarixiy manfaat to'qinishlari nuqtasidan Xitoylar Ruslarga ishonmasimi, bugungi manfaatlarining kesishgan nuqtalarida o'zaro lozim bo'lgan nuqtalarda hamkorlik qilib turishni o'ylaydi. Ikkilisi ishonmaydi bir-biriga. Ba'zi Xitoy siyosiyonlarining qarashicha, Xitoylar dunyoviy kuch sifatida o'tirg'i chiqib olsalar, Ruslarning kirki qolmaydi. Kirki qolmaydi deganlik, uni tashlaydi deganlik emas. Ko'tiga tepadi deganlik. Va Ruslar uzoq sharqdagi tuproqlardan ayrilib qoladi deganlik.
Buni ruslarning his qilmasligi mumkin emas. Nupusi ziyoda ko'p bo'lgan bu davlat agar sanoat, fan texnikadan kuchlanib ketsa, ruslarning beshiga nima kelishi hamma odam ko'rib yetalaydigan bir reallik. Hozircha Shanxay hamkorlik tashkiloti soyasida maydonga kelgan xalqaro cho'ng rasmda yangi sharq blogi hosil bo'ldi. Ya'ni Varshava shartnomasi davlatlarining o'rniga yangi bir sharq blogi. Yevrasiya quruqligida maydonga kelgan bu yangi blok, sharq blogi. Bu yerni Amerikadan xoli qilib deganlik, Amerika kuchlaridan, Amerika ta'siridan xoli qilib o'zlarining oqib bag'chisi qilib olishni o'ylaydi. Bu deganlik, ular shuning bilan qanoatlanib o'tir sharqdan voz kechadi deganlik emas. Rus Xitoy manfaati taqozosi ikki cho'ng davlatni yaqinlashtirmoqda. Chunki ularning ittifoqi sog'lom bo'lganda Amerikaning buyuk o'tir sharq qurilishiga cheklama qo'yg'ili bo'ldi. Shundoq bo'lishiga qaramay, Ruslar yana Xitoylarning kuchayib ketishining oldini olishni izdan chiqarib qo'ymaydi. Xitoylar Ruslardan yiliga 1 milliard dollarlik qurol elayotgan bo'lsa-mu, lekin Ruslar Xitoylarning talbiga qaramay, yadro o'qlash to'shaydigan Tu-19 va Tu-22 strategik bombardimon uchoqlarini setib berishga yaqin kelmay kelgan. Agar bu uchoqlarga erishsa, bu ham Tayvanni, ham Amerikani parakanda qiladigan ish bo'lishi cho'qim. Yana bir tarafdan Ruslar modus o'tgan qurollarni setib, Xitoylarning achchig'ini keltirib qo'ygan. Bu sababdan Xitoylar Isroiliya bilan yuqori texnikali qurol sistemalarini setib olish haqida kelishimlar imzoladi. Bularning ichida insonsiz uchoqlar bor edi. Ammo bu hol Amerikaning achchig'ini keltirib qo'ydi. Amerikaning takror ogohlantirishlariga qaramay Isroiliya Xitoyga qurol setishni davom qilgachqa, dal Xitoy-Rus manevri bo'layotgan mezgillarda Isroiliyaga Xitoyga qurol setishda Amerikaning ruxsatini olish shartini qo'ydi. Bo'lmasa Isroiliyaga qurol sotmaydiganligini deb tahdid qildi. Qisqasi, Rus-Xitoy ittifoqi bugun uchun yangi sharq blogi sifatida mavjudligini jakoladi. Ba'zilar Shanxay hamkorlik tashkilotini yangi saddichin deb qaramoqda. Oxirida nima bo'ladi? Buni 3-suhbatimizdan anglaysizlar. Hozircha hammanglarga Allohga omonat deyman. Hammanglarni Alloh niyat qilgan ishlaringizda muvaffaq qilsin. Xo'sh.